Mana o'sha hamma kutgan retro skuterlar. Eng qiziqarlisi bu start stop bo'ladi. Bitta bosadigan bo'lsangiz, yonmaydigan bo'ladi, yana bitta bossangiz yonadigan bo'ladi. Ha, buni bitta ochib olish kerak ekan do'stlar. Bitta bosadigan bo'lsangiz, qani yonadigan bo'ladi. Bemalol buni zaryadka qilib minib yursangiz bo'laveradi. Bundan tashqari velosiped kerakdiganlarga velosipedlar ham bor, mini skuterlarimiz ham bor, 3 g'ildirakli skuter, veloskuter. Xullas skuterga aloqasi bor narsa borki, hammasi bor. Mikrofoni borligi esdan chiqib qoldi, gapirib yuboryapti akamiz. Xo'p, bularimiz narx-navosi necha pul bo'lyapti? Necha kilometr yuradi? Dastavkalari qayergacha? To'lovlari qanday bo'ladi? Naqd pulgami, tradingami, nasiya savdogami? Xullas, qanaqa savdo qilishsa to'lov ma'lumotda akamizdan. Assalomu alaykum aka. Charchamang. Yaxshimisiz? Xo'p, bu retro nimamiz? Retro modelimiz aka, hozirgi kundagi narxlari 6 million 800 ming so'm, 7 million hamda 7 million 200 ming so'm chiqadi. Naqd savdo orqali beramiz hamda trading yo'li bilan beramiz. O'zingizning skuterlar bo'lsa, olib kelishingiz, ustidan pul qo'shib bilan olishsa bo'ladi. Bu skuterimizda 6 ta geometrik akkumulyator joylashgan. Akkumulyatorning sifatiga qarab narxlari o'zgarib boraveradi. Bor qulayliklari: oldiga jitki stomiz qo'yilgan, 90-90-12 balon, orqa bajo kattasidan qo'yilgan, oyoq qo'yadigan duga, 3 tadan oyoq qo'yadigan dugasi bor. Bu yerda bachoy, undan tashqari ichkarisida ham bachoylari bor. Bu sekretniy bachoylari bor. Xo'p, undan tashqari bizda 70 xildan oshiq skuterlarimiz bor aka. 70 xildan ortiq skuterlar bor. Dastlabki xizmatimiz. Dastlabki puli oldindan O'zbekiston bo'yicha skuter puli borgandan keyin bo'ladi. Skuterni uyga borganda ko'rib tekshirib olib beraveradi, bemalol. Juda ham zo'r. Xo'p, keyin buni eski skuterlarni olib qo'laveraman deyapsiz. Farqi yo'qmi? Qanaqa yurmay qolgan bo'lsa ham olaverasizmi? Yetalansa ham bo'laveradi. Yetalansa ham bo'ladi. Skuter bo'lsa bo'ladi ekanda. Xo'p, bo'lmasam bir boshdan mana shu g'ildiraklardan boshlab ko'raylik. 6 ta akkumulyatorli aka. Bu modellarimizda cruise control, sport rejim, danli rejimlari bor. Narxlari aka, xo'p, $420, $430 hamda $450dan. Bularimizdan cruise kontrollarigacha bormi? Cruise kontrollarigacha bor aka bunda. Xo'p, bu modellarimiz ham bir xil narxi, ikkisi signalli bo'ladi aka. Oyoq qo'ygan dugalari, oldi ikkita ledlari bo'ladi mana. Mana. Bunda ham sport rejim, danli rejim, cruise control hamma rejimlari bor aka. Bundan keyin bu modellarimiz bor aka. Bu modellarimiz ham $400. $400. Ikkita svetlari bor, yashil hamda qora sveti bor. Bunda avariyli, cruise control, sport rejim, danli rejimlari bor. Undan tashqari pul yengil model hamda qulaylik ko'p modellar toifasiga shu modelimiz ham kiradi. Bu skuterimizda bor qulaylik start stop bor aka. Oyoq qo'yadigan duga, yon duga, orqa qanot duga, orqa bachoy, cruise control, sport rejim, danli rejim, hamma rejimlari bor. Narxi $360, $370. Dizayni ham boshqacha chiroyli ekan. Chiroyli, ikkita odamni o'ziga sig'dira oladi. Undan tashqari yo'l tanlamas modelimiz 4 million 150 ming so'm chiqadi. Narxi trend bo'ldi mana shu. Ha. Xo'p, cruise control 4 million 150 ming, 4 million 309 3 xil vaysasi bor. Xo'p, cruise control, sport, danli rejimlar, tezkor pastavka, oyoq qo'yadigan, orqa bachoy full variant aka. Akkumulyatorlari yangi bo'ladi. Yangi bo'ladi. Ko'zdan oldin pachkada qo'yib beramiz. Xo'p, $800 aka, $950, $1000 paystasi bor. Xo'p, $900, $1000 paystasi bor. $900, $1000, $1100 paysalari bor. Bularimiz necha kilometrdan necha kilometrgacha yuradi? Xo'p, akkumulyatorda o'sha aytib o'tganimizdek har xil modellarni olishsa, o'shaga qarab kilometrlarni chiqarib beramiz. Eng ozi qancha, eng ko'pi qancha? Eng arzon, eng ozi aka 40 dan 60 kilometrgacha, eng ko'pi 70 dan 150 kilometrgacha yuryapti. 70 dan 150 kilometrgacha yuradi. Bu modellarimiz Deadline bolasi deb nomlanganmiz aka. Xo'p, 10 xildan oshiq modeli bizda bor. $400 dan $450gacha. $400 dan $450. Do'stlar, qaranglar, sekin bir boshdan ko'rsatib o'taman. Qaysi biri yoqadigan bo'lsa, skrin qilib tashlaydigan bo'lsa, Telegramdan narx-navosi bilan bir qator tanishtiradilar. Hozir birma-bir tanishtirib o'tadigan bo'lsa, vaqtimiz 1 soat bo'lib ketadi, video cho'zilib ketib qoladi. Shuning uchun sizlarga mana bir qator ko'rsatib o'tyapsiz. Birortasini obzor qilib ko'rsatib bersangiz bo'ladi. Masalan, bu modelimizda cruise control, sport rejim, danli rejim, oldi o'qish tormozli bo'ladi. Xo'p, 90-90-12 balon, tormoz sxemasi originaldan qo'yilgan, oyoq qo'yadigan dugalari, orqaga xohlasa bacho, xohlasa detksizdan qo'yib beramiz. Narxi $430, $450, $460 bo'ladi. Qo'yasiz. Bu modellarimiz endi. Yo'l tanlama anaqa Monster modellarini tashkilotchilar uchun mo'ljallangan. Monsterlarimiz $400 dan $700gacha bor. Orqa bagaj yuradiganlar-da bular-da. Orqa bagajlikda esa 7 xili bor. Xohlasa sidini, xohlasa bachoyli, xohlasa bunaqa temir sotga, xohlasa akkumulyator qo'yadigan, xohlasa bunaqa akkumulyator setga, xohlasa bunaqa setga qo'yib beramiz aka. Bular necha bilan necha ketadi deysiz? $400 dan $700. $400 dan $700gacha. Keyin mana ikkita akkumulyatorli yangi velosipedimiz yig'ildi aka. Ikkitami akkumulyator? Gibrid. Gibrid. Ha, narxi $600 skidkada.
Tomos ham Necha juda zo'r. kilometr yuradi bu? Speedometrlarni ko'rsatib turibdi. Ha. 60 dan 120 kilometrgacha. 60 dan 120 kilometrga. Odamni vesiga qarab, yo'liga qarab turib Aha, yuradi. xuddi shunaqa. Cho'ntak modellarimiz 240 dollardan 4 ta akkumulyatorli. Xolisda original akkumulyator 450 dollar qilib beramiz. Bundan tashqari bunaqangi modellarimiz 650, 750 dollar, 450 dollar. Xo'p, 420 dollarlisi bor. Xo'p, 600 dollar, 500 dollar shakari duga 570 dollar, 550 dollar, tashqari 570 dollar. 570. Mana bunisi. Xillar juda ko'p aka. Do'stlar, men birman-bir ko'rsatib o'tyapmiz, xudo xolasa. Qaysi biri yoqadigan bo'lsa, pauza qilib turib, skrin qilib tashlaydigan bo'lsangiz, narx-navosini aytishadi, dastavkalarni xudo xolasa, dastavkalarni qilib berishadi. Dastavkasini pulini to'lasangiz bo'ldi, mashinasini o'zlari topadi. Haligi mashina oqtarib, men boshqa viloyatdan marta tanishim yo'q deb o'ylanib yurmanglar. Bemalol telefon qilsalaring, mashinalari bor, o'zlarini chiqarib yuborishadi. Xudo xolasa, yo'l kirasini berasiz. Samokatlarimiz 200 dollar yangi. Velosipedlarimiz 270 dollar mana. Bu 270 dollar. Shunaqa tomli modellarimiz, chiqarib ko'rganmiz eng katta gabaritlisi. Har xil assetkalar aka bular. Bularni tashqi ichkaridagilardan bular. Eng chekka deydi boshqa svetlar. Boshqa svetlar, bularni. Keyin golfkalarimiz 600 dollar. Bularimiz 600 dollar. Profilli, metan monster modellarimiz bor mana. 300 kilo sig'imni ko'tarib oladi. 850 dollarlisi bor buni. 900 dollarlisi bor, 950 dollarli modeli bor. Aynan mashinamiz nerda shu? Yo'q, akkumulyatorni qarab o'zgaraveradi. Ha, akkumulyatorga qarab o'zgaradi xolos. O'zgarmaydi aka. O'zida 300 soat gapiradi. 750 dollar keyin bunisi, nargisi 650 dollar aka. 750, 650 do'stlar. Mana kattamiz qanaqa endi? 1150 dollar. 1150 dollar, ha? Aha. Deb qo'yil. Bundan tashqari velosipedlar bor mana, velosipedlarimiz ham Hasanboy. Xo'sh tog'amizga qarab oling. Odamga qaranglar. Xo'p, velosipedlarimiz qanaqa? Velosiped bular 3 million 600 ming so'm. Bunimiz 4 million 300 ming so'm. Orqa bachoylar yonadi. Start stop bor, cruise kontrollari bor, full variantda. Velosipedda gibrid 3 oyoqlida. Mana bunisi. Orqasi taklanadi. Elektrda ham tokda yuradi. Keyin mo'yam 3 million 600 mingni ham qarab oling. Boring yosh tog'amizga qarang. Mana bu yo'l tanlamaslar. Bu yerda velosipedda mo'si 3 million 150 ming, 3 million 600 ming. Do'stlar, klient ko'pligini hisobiga qisqa ma'lumot berib o'tib ketyapmiz. Bunisi bor 4 million 270 ming so'm. 4 million 270 ming so'm, ha? Aha. Böyle ola tortadigan velosiped. Ola tortadigan velosipedimiz aka. Xo'p, buni vodiy bo'yicha O'zbekiston bo'yicha dastavka qilib beramiz. Shunday dastavkasi ichida qilib beriladi. Keyin 400 dollar balonni kattamiz aka. Monimiz ham 4 million 270 ming. Bu yangi model ekan-a bu? Ha, yangi model. Keyin zapchas kerakmi, velosiped kerakmi? Hamma narsamiz bor aka. Balonlariga so'raydi. Skuteriga balon, motor, tashqariga chiqib oling qora aka. Xo'p, balon, miya, diska, qanot, zaryadchi, bokovoy, hamma narsa skuterga jamik kirib hamma narsa bor. Velosiped ham bor, hozir velosipedni noldan yig'ib beramiz. Hamma narsamiz bor. Xudo xolasa xayolingizga kelgan zapchas borcha hammasi bor ekan do'stlar. Kelaveringlar. Bularni ham dastavka qilib qo'yishadi. Velosiped ham bor. Velosipedlarimiz ham bor, xudo xolasa. Velosipedlarimiz ham ammo arzon narxda o'tgan safar video qilib qo'yganmiz. Velosipedlari anchagina arzon. Velosipedlarimiz bor. Hali yayish ulgurmayapti, to'g'risi mana. Velosipedlarimiz bor. Velosipedlar xudo xohlasa qaranglar, kichkina velosiped, katta velosiped farqi yo'q. Mana diskilar uchun ham diski velosiped, velosipedlar, sakadiskali xullas. Velosipedlarda yomonlari chetda ekan do'stlar, qaranglar mana velosipedda. Farzandingizga olib beradigan bo'lsangiz ham xudo xohlasa maza qilib minadi. Mana kama velosipedni qaranglar. Yoshligimizda minardik, xuddi shunaqa kama velosiped. Xullas 300 ming so'mdan 1,5 milliongacha bor aka. Velosipedimizni 1,5 million so'mga so'ra. 1,5 milliongacha bor. Xo'p, kelgan eski velosipedlarni ham olib qolaverasiz-a? Yo'q, eskisi olmaymiz. Eski velosiped olmaysiz. Faqat skuter olasizlar. Faqat skuter olamiz. Faqat skuter olasizlar, qo'yil. Xudo xolasa ekranda adres Marg'ilon Langaraspa, Telegram lokatsiyada yozib, lokatsiya beraveramiz. Xudo xolasa ekranda nomerlari, telegramlari bor, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Qaysi modelimiz yoqqan bo'lsa, skrin qilib tashlasalaring yoki telefonda tushuntirib bersalaring. Xo'p, narx-navolar bilan tanishib o'tib, dastavkalarni chiroyli qilib berishadi.